Buxgalteriya Pro kanali a'zolari, bugun sizlar bilan buxgalteriya provodkalarining ikkinchi qismini o'tamiz. O'tgan darsda aktiv, passiv, tranzit shartlarini o'rgandik. Aktiv shartlar 01:00 dan 59:00 gacha o'z ichiga oladi. Passiv shartlar esa 60:00 dan 89:00 gacha. Tranzit shartlar esa 90:00 dan 99:00 gacha. Aktiv shartlar dedik, korxonada mol-mulkini va debitor qarzlarini hisobga oladi. Passiv shartlar majburiyatlari, qarzdorliklari va kreditorlik qarzlarini hisobga oladi. Tranzit shartlar esa korxonaning xarajat va daromadini hisobga oladi. Xo'p, aktiv shartlar dedik 01:00 dan 59:00 gacha. Aktiv shartning o'zi ikkiga bo'linadi: uzoq muddatli va joriy aylanma. Uzoq muddatli 01:00 dan 09:00 gacha. Joriy aylanma esa 10:00 dan 59:00 gacha. Uzoq muddatli aktiv degani bu korxonada 1 yildan ortiq xizmat qilsa, bu uzoq muddatli aktiv. Joriy aylanma esa 1 yildan kam muddatda xizmat qilsa, uni biz joriy aktiv deb nomlaymiz. Passiv shartlar esa korxonaning majburiyati, qarzdorliklarini hisobga oladi. Bu 60:00 dan 89:00 gacha shartlarni o'z ichiga oladi. Passiv shartning o'zi ikkiga bo'linadi: majburiyatlar va xususiy kapital. Majburiyatlar 60:00 dan 79:00 gacha. Xususiy kapital esa 80:00 dan 89:00 gacha. Majburiyatlarning o'zi ikkiga bo'linadi. Mana bu birinchisi. Buni o'zi ham ikkiga bo'linar ekan. Qisqa muddatli va uzoq muddatli. Qisqa muddatli bu 60:00 dan 69:00 gacha. Uzoq muddatli esa 70:00 dan 79:00 gacha hisoblanadi. Uchinchisi esa tranzit shartlar. 90:00 dan 99:00 gacha. Tranzit shartlar aytganimizdek, korxonaning xarajat va daromadini hisobga oladi. Xarajat shartlari esa 91:00, 94, 96, 97:20 va 98. Daromad shartlari esa 90, 93, 95 va 97:10. Xo'p, o'tgan darslarda debit va kredit atamasini ko'p aytdik. Uni birinchi bo'lib fanga 1496-yilda Luka Pacholi tomonidan asos solingan. Har bir shartning debit va kredit tomoni bo'ladi. Masalan, biz material deymiz. 10. Uni ham debit va kredit tomoni bo'ladi. Endi biz uni aktiv shartda, passiv shartda, tranzit shartda ko'rib chiqamiz. Aktiv shart dedik, korxonaning mol-mulkini hisobga oladi. 01:00 dan 59:00 gacha. Mana aktiv shartni ikkita tomoni bo'ladi har bitta shartni. Misol uchun debit va kredit. Debit tomonda aktiv shartda ko'payadi, kredit tomonda esa kamayadi. Passiv shart esa 60:00 dan 89:00 gacha. Debit tomonda kamayadi, kredit tomonda ko'payadi. Buni teskarisi aktiv shartni. Tranzit shartda esa ikkita tomon ham ko'payadi, chunki bizning xarajatimiz ham ko'payadi, daromadimiz ham ko'payadi. Masala, mana shu narsani yaxshilab o'rganib olishimiz uchun bitta masala tuzdim. Korxonamizga 1 million so'mlik material sotib oldik. Bizda materialimiz buxgalteriya shartida 10 da yuritiladi material. Biz uni sotib oldik, uni bizga mol yetkazib beruvchilar yetkazib beradi. Ya'ni sotuvchilar. Sotuvchilar esa 60-10 shartida yuritiladi. Mana bu birinchi masalaga mana bunaqa provodka tuzish uchun tepadagilarni yaxshilab o'rganish kerak. Mana bu 3 ta qatorni yaxshilab o'rganing. Qaysi tomonda ko'payadi, qaysi tomonda kamayadi. Aktiv shart qaysi tomonda, kredit, passiv shartlar va tranzit shartlarini yaxshilab o'rganib olish kerak. Endi provodka tuzishimiz uchun mana 10 material, 10 deganimiz bu aktiv shart. Mana buni ichida turibdi, aktiv shart. Bizga material kelgandan keyin bizda materialimiz ko'payadi. Значит, bu debit tomonda turishi kerak. 10 debit tomonda turishi kerak. Agar 10 tomonga debit tomonga yozsak, значит bizning materialimiz ko'payapti. Shuning uchun biz 10 ni mana debit tomonga yozdik. 60-10 esa mol yetkazib beruvchi. Bu passiv shart.
Mana 60:00 dan 89:00gacha passiv счётda turibdi. Uni biz kredit tomonga yozamiz. Chunki uje debit tomonimiz yopildi. Mana uje debit tomonga yozib bo'ldik. Bitta debitga, bitta kreditga yoziladi. Bu esa kredit tomonga tushadi 60:10. Agar biz bitta tomonni topib olsak, ikkinchi tomonni topish oson bo'ladi. Buni ma'nosi shundayki, bizga 10 materialimiz mana debit tomonda ko'payyapti. Debit tomonga yozdik. Passiv счёт 60:10 mol yetkazib beruvchilar. Buni biz kredit tomonga yozdik. Mana kredit tomonda ko'payar ekan. Значит, ular bizga mol olib keldi va ularga bo'lgan qarzimiz ko'payyapti. Endi ikkinchisi va pulini to'lab berdik. Har bir korxonaning asosiy hisob raqami bo'ladi. Asosiy hisob raqamini biz 51.10 da yuritamiz. 51.10. Xo'p, biz endi mol yetkazib beruvchilarga, sotuvchilarga biz pul to'ladik. Mana sotuvchilarni 60.10 debit tomonga yozdik. Mana debit tomonga yozdik, kamayyapti. 51.10 ni esa kredit tomonga yozdik. Sababi 51.10 ni kredit tomonga yozganimiz sababi bu mana aktiv счёт 51.10 shuni orasida kredit tomonga yozganimiz bizni pulimiz kamayyapti asosiy hisob raqamimizda. 60.10 ni debit tomonga yozganimiz esa bizni qarzimiz ham kamayyapti ularga nisbatan. Rahmat, kanalga a'zo bo'lishni unutmang.